Shahar markazidagi ofis uchun qanday eshik va rom tizimlari to'g'ri keladi? Mijozlar o'z xohishlariga ko'ra hamyonbop va premium segmentdagi alyumin eshik romlarini tanlashlari mumkin. Xususan, hamyonbop seriyaga Aldox, BK50, BKG40, BK40 va BKH35 seriyalari kiradi. Premium mahsulotlarga esa BKT57, BKT70, Thermoperfect, BKH65 seriyalari kiradi. Endi esa termo tizimlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Termo seriyalarining barchasi qo'sh oynali bo'ladi, ya'ni 2 va 3 qavatli. Va bu seriyadagi polyamid detali ichkaridagi issiq yoki sovuq havoni bir me'yorda ushlab turadi. Akfa alyumin termo seriyalarining barchasi Turkiyaning FTI test markazida test sinovlaridan ijobiy xulosa olgan va Yevropa standartlariga javob beradi. Alyumin tizimlari barcha eshiklar uchun to'g'ri keladi. Alyuminiy tizimlari deformatsiyaga uchramaydi, egilmaydi, bukilmaydi va o'z shaklini o'zgartirmaydi. Shuningdek, kirish-chiqish ko'p kuzatiladigan ofislarga sensor eshiklar to'g'ri tanlov bo'la oladi. Sensor eshikning ikki yon tomoniga esa termo tizimlarini qo'llagan ma'qul. Mijozlar uchun muhim eslatma: istalgan seriyani buyurtma qilishdan oldin ushbu raqamga murojaat qilsangiz, biz sizga eng tajribali sex ustalarini taklif qilamiz.